Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, texnik ishqibozlari. Volga pikap chiqmay qo'ydi, bozorlarga ham zo'rlari chiqardi, syomka qilmay qo'ydingiz deganlarga akalar bozorda ham yo'q, ustalar ham bunaqa yasamay qo'ydi, chunki dokument taraflama. Lekin mana bu Volga 30 bilan holati ideal, dokumenti ham hamma yo'g'i joy-joyda ekan. Zo'rini olaman pikapni deb qidirib yurgan akalarga tez jo'natib qo'yinglar, sotilib ketmasdan gaz vasi olib qo'yinglar, diqqatlanishib turinglar. Ma'lumot yetkazaveraman, ko'p ma'lumoti yo'q, chunki holati yaxshi mashinaning ko'p ma'lumoti bo'lmaydi. Tayyor olib maza qilib minovrasizlar. Volga 31 pikap so'rashni sotiladi. Yili 2000-yil o'rtoqlar. Motori prostoy, rasxodi yo'q deyaptilar. Mashina qanaqa sostenasiya aka ideal holatda deb ma'lumot berishdi. Roli gidravlika, yumshoq, maza qilib burilganda ham bemalol yengil buriladi. 1 yil oldin olingan ekan, o'sha Namangandan olingan ekan. Namanganlik menimcha ustalar yasagan bo'lsa kerak adashmasam. Mana gazi 50 litrlik torpedodan 2 ta, ya'ni 100 litrdan 2 ta GBga ruxsati bor. Dokumentda ham muammo yo'q. Generalni ham berilaveradi deb ma'lumot berishdi. Balonlari 50% during deyapti. Salonlari yaxshi. Dokument tentka ham dokumenti bo'lgan. Xo'p, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibdi. Puliga bo'lsa $2800 during kelishtiramiz deb aytyaptilar o'rtoqlar. Telefon qilib, endi videoni ko'rib tursa holati ham cho'tka ekan. Endi kelishtirib beriladi, unaqqa sotilmaydi, tushamiz deb aytyaptilar. Shu videoning past telefon raqami aloqaga chiqib olinglar. Sizlarda ham shunaqa texnikalar bo'lsa, tibida raqam menga murojaat qilinglar. Minglab odamlar ko'rib ishini bitiryapti, bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda mazax suhtasiz, bizni sotish koeffitsiyenti yuqori. Minglab odamlar ko'rib ishini bitiryapti. Xudo xolisa, sizlar ham buyurtma beringlar, chiqarib beramiz. Shu akalar tayyor. Bunaqasi har doim chiqib olmaydi, olib maza qilib ishlatinglar. Ko'rishguncha.